Qumul Evirg'ul nəğmisi Miladiyadan burunla g'arbiy yurtning naqshi usul muzikasi qatorida shuhrat qozonib, o'ttir tuzlanlik muzik san'atiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Qumul xalq naqshlari Uyg'ur xalq naqsh madaniyatidagi eng qadimki muzika boyligining biri bo'lish sifati bilan İslamiyatdan ilgirki davrlardan boshlabla xeli yuqori saviyaga ko'tarilib, makon va zamondan halqib, o'zining ajoyib jalbkor sehriy kuchini namoyon qilgan. Qumul xalq naqshlarida asosliqi tarixiy voqealar va xalq dostonlaridagi botirlarning qahramonlik ish izlari, tarixiy shaxslarning ijtimoiy faoliyatlari, hayot, muhabbat sarguzashtlari bayon qilinadi.